Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Telefon firibgarlari, plastik karta firibgarlari va davlatdan pul chiqdi. Pensiyangizga qo'shimcha to'lov bor. Kartangiz bloklanadi degan aldovlar aynan ota-onalarimiz, bobo va buvilarimizni nishonga olyapti. Bu video har bir oilaga tegishli. Chunki firibgarlar bugun oddiy qo'ng'iroq, SMS, igen, Telegram xabari yoki bank xodimi nomidan gapirish orqali bir necha daqiqada odamning yillar davomida yig'an pulini olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun hoziroq bu videoni ota-onangizga, bobo buvingizga, yaqin qarindoshlaringizga yuboring. Men bugun aniq aytaman. Qaysi gaplardan ehtiyot bo'lish kerak? Qaysi vaziyatda telefonni darhol o'chirish kerak? Qaysi hujjatlarni hech kimga ko'rsatmaslik kerak? Va pul ketib qolsa nima qilish kerak? Kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bunday ogohlantiruvchi va amaliy ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval firibgarlik boshqacharoq edi. Ko'chada odamni to'xtatib, oltin topib oldim. Arzon dollar bor, yordam bering deb aldashardi. Keyin bozorlarda, bekatlarda uyma-uy yurib aldash ko'p edi. Odam ko'zga qarab gapirardi. Shubhalanish imkoniyati ham ko'proq bo'lardi. Hozir esa hammasi telefonga ko'chdi. Firibgar odamning uyiga kelmaydi, yuzini ko'rsatmaydi, o'zini tanishtirish uchun haqiqiy hujjat ham ko'rsatmaydi. U shunchaki qo'ng'iroq qiladi va odamni qo'rqitadi. Kartangizdan pul yechilmoqda, nomingizga kredit olinmoqda, pensiya to'lovingiz to'xtaydi. Sizga kompensatsiya chiqdi, tezda kodni ayting deydi. Eng xavfli tomoni shundaki, u odamga o'ylashga vaqt bermaydi. Firibgar doim shoshiltiradi, chunki odam shoshsa xato qiladi. Men ekspert sifatida eng ko'p uchraydigan belgini aytaman. Agar qo'ng'iroq qilgan odam sizni qo'rqitsa, shoshiltirsa, kod so'rasa, karta raqami va amal qilish muddatini so'rasa, pasport rasmini yuborishni so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlikdir. Haqiqiy bank xodimi ham, haqiqiy davlat idorasi xodimi ham sizdan SMS kodini, bank ilovasi, parolini. Karta PIN kodini so'ramaydi. Nima o'zgardi? Bugun firibgarlar juda tayyorlangan. Ular psixologiyani ishlatadi. Katta yoshdagi insonlar davlat idorasi, bank, soliq, mahalla, pensiya jamg'armasi degan so'zlarni eshitsa, ko'pincha hurmat bilan javob beradi. Firibgar aynan shundan foydalanadi. U: men bank xavfsizlik xizmatidanman, men ijtimoiy himoya bo'limidanman, sizning pensiya hisobingizda muammo bor deb boshlaydi. Odam esa balki rost bo'lsa kerak deb ishonadi. Birinchi navbatda kimlar ko'proq xavf ostida ekanini tushunib olaylik. Eng ko'p xavf ostida bo'lganlar nafaqadagi ota-onalarimiz. Bank ilovasidan yaxshi foydalanmaydigan katta yoshdagilar, yolg'iz yashaydigan bobo-buvilar, pensiya yoki ijtimoiy yordam oladigan insonlar, telefonda notanish odam bilan uzoq gaplashib qoladiganlar. Lekin bu faqat keksalarga tegishli emas. Yoshlar ham aldanadi. Farqi shundaki, firibgarlar keksalarga ko'proq bosim o'tkazadi. Yoshlarni esa ko'proq aksiya, ish, investitsiya, tez daromad orqali aldaydi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Oltin 8 yoshli buviga qo'ng'iroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Men bank xavfsizlik xizmatidanman. Sizning kartangizdan 3 million so'm yechilmoqchi. Hozir operatsiyani to'xtatishimiz kerak. Sizga SMS kod keldi. Ayting deydi. Bu qo'rqib ketadi. Chunki 3 million so'm uning 2-3 oylik pensiyasi bo'lishi mumkin. U pulim ketmasin deb kodni aytadi. Aslida esa firibgar o'sha kod orqali uning bank ilovasiga kiradi yoki pul o'tkazmasini tasdiqlaydi. Natijada kartadagi 1 million, 2 million, ba'zan 10 million so'mgacha pul bir necha soniyada boshqa hisobga o'tib ketadi. Ikkinchi holat. Boboga Telegram orqali xabar keladi. Sizga davlat tomonidan 850 ming so'm kompensatsiya ajratildi. Olish uchun havolaga kiring. Havola juda ishonchli ko'rinadi. Unda gerbga o'xshash rasm xalq yordami, ijtimoiy to'lov degan so'zlar bo'ladi. Bobo havolaga kiradi. Karta raqamini, amal qilish muddatini, telefon raqamini yozadi. Keyin SMS kod keladi. U ham kiritiladi. Natijada pul olish o'rniga uning kartasidan pul yechiladi. Bu yerda firibgar odamning umididan foydalanadi. Katta yoshdagi inson davlatdan yordam chiqibdi deb xursand bo'ladi. Tekshirmasdan ma'lumot kiritadi. Uchinchi holat. Onaxonning telefoniga sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda degan qo'ng'iroq keladi. Firibgar o'zini ichki ishlar prokuratura yoki bank tekshiruvchisi deb tanishtiradi. Jinoyatchilar sizning pasportingizdan foydalanmoqda. Biz ularni ushlash uchun sizga yordam beramiz. Lekin hech kimga aytmang, hatto farzandlaringizga ham aytmang. Bu maxfiy operatsiya deydi. Mana shu jumla juda xavfli.
hech kimga aytmang degan gap firibgarning eng katta guruhidir. Chunki agar onaxon farzandiga aytsa, farzandi darhol telefonni o'chiring deydi. Shuning uchun firibgar uni yolg'iz qoldirishga harakat qiladi. 4-holat. Pensiya kartangiz yangilanadi. Eski karta yopiladi. Yangi tizimga o'tish uchun ma'lumotlaringiz kerak deyishadi. Bu ham keng tarqalgan usul. Haqiqiy bank kartini almashtirish kerak bo'lsa, odatda filialga kelishni aytadi yoki rasmiy ilova orqali xabar beradi. Hech qachon telefon orqali kartangizning orqa tomonidagi 3 xonali raqamni ayting demaydi. Karta orqasidagi CVV kod, PIN kod, SMS kod, bank ilovasi, paroli bularning hammasi sir. Ularni hatto farzandga ham aytmaslik kerak, agar juda zarur bo'lmasa, chunki xavfsizlik qoidasi shunday. 5-holat. Yaqiningiz avariya qildi. O'g'lingiz odam urib yubordi. Nabrangiz muammoga tushdi. Pul yuboring degan qo'ng'iroqlar. Bu usul eski, lekin hali ham ishlaydi. Ayniqsa kechasi yoki erta tongda qo'ng'iroq qilishadi. Odam uyqudan turib vahimaga tushadi, tezda 5 million yuboring. Bo'lmasa ish sudga ketadi deyishadi. Men bu vaziyatda doim bitta qoidani aytaman. Birinchi navbatda o'sha yaqin insonning o'ziga qo'ng'iroq qiling. Telefon ochiq bo'lsa, uning turmush o'rtog'i, do'sti, ish joyi yoki boshqa qarindoshiga qo'ng'iroq qiling. Pul yuborishga shoshilmang. Kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Agar odam notanish qo'ng'iroqlarga javob bermasa, SMS kodni hech kimga aytmasa, havolalarga kirmasa, bank ilovasini faqat o'zingiz ishlatsa, har qanday shubhali vaziyatda farzandlari bilan maslahatlashsa, xavf ancha kamayadi. Lekin men aldanmayman deyish ham xato. Firibgarlar ba'zan shunday ishonchli gapiradiki, tajribali odam ham bir lahzaga ikkilanib qoladi. Shuning uchun kuchli odam men hech qachon aldanmayman degan odam emas. Kuchli odam xavfsizlik qoidalariga doim amal qiladigan odamdir. Endi tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Firibgar siz haqingizda ayrim ma'lumotlarni bilishi mumkin. Masalan, ismingizni, familiyangizni, telefon raqamingizni, qaysi bank kartasidan foydalanishingizni taxminan bilishi mumkin. Bu demak u haqiqiy xodim degani emas. Bugun turli joylarda ma'lumotlar tarqalib ketishi, eski e'lonlar, ijtimoiy tarmoqlar, yetkazib berish xizmatlari, guruhlar orqali raqamlar qo'lma-qo'l bo'lishi mumkin. Shuning uchun firibgar sizni ismingiz bilan chaqirsa ham ishonib ketmang. Ikkinchi nozik jihat. Raqam haqiqiy tashkilot raqamiga o'xshashi mumkin. Ba'zan telefon ekranida bank nomiga o'xshash yozib chiqishi yoki raqam juda rasmiy ko'rinishi mumkin. Lekin bu ham 100% kafolat emas. Eng to'g'ri yo'l qo'ng'iroqni o'chirish va bank kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilish. Farqi juda katta. Sizga qo'ng'iroq qilgan odamni tekshira olmaysiz. Lekin siz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, haqiqiy tashkilotga tushasiz. 3-nozik jihat. Firibgar sizni yaxshi gap bilan ham aldaydi. Har doim baqirib, qo'rqitib gapirmaydi. Ba'zan ona sizga yordam beraman. Siz keksa odam ekansiz, ovoragarchilik bo'lmasin. Men hozir hammasini o'zim rasmiylashtirib beraman deydi. Mana shu muloyimlik ham tuzoq bo'lishi mumkin. Haqiqiy yordam hech qachon maxfiy kod so'ramaydi. 4-nozik jihat. Pul tushirish uchun karta ma'lumotini kiritish degan gapga ehtiyot bo'ling. Odatda kimdir sizga pul o'tkazishi uchun karta raqamingiz yetarli bo'lishi mumkin. Karta orqasidagi kod, SMS kod, bank ilovasi, paroli pul olish uchun kerak emas. Agar pul olasiz deb turib, sizdan SMS kod so'rashsa, aslida ular pul yechmoqchi yoki hisobingizga kirmoqchi. 5-nozik jihat. Ayrim firibgarlar video qo'ng'iroq qiladi yoki hujjat ko'rsatgandek bo'ladi. Ular soxta guvohnoma rasmini yuborishi, men falon bo'limdanman deb kabinet fonida o'tirishi mumkin. Hozir sun'iy intellekt, montaj, soxta profil, soxta hujjat juda ko'p. Shuning uchun ko'z bilan ko'rgan narsangiz ham har doim ishonchli emas. Rasmiy ish, rasmiy kanal orqali bo'ladi. Bank filiali, davlat xizmatlari markazi, rasmiy sayt, rasmiy ilova, mahalla yoki tegishli idoraning tanish manzili. 4-nozik jihat. Farzandlar ham ba'zan xato qiladi. Ular ota-onasiga kartani ochib beradi, bank ilovasini o'rnatadi, lekin xavfsizlikni tushuntirmaydi. Natijada ota yoki ona ilovada nima bosilishini bilmaydi. Lekin firibgar telefon orqali mana shu joyni bosing deb boshqaradi. Men farzandlarga alohida aytaman. Ota-onangizga telefon olib berishning o'zi yetmaydi. Ularni xavfsizlikka o'rgating. Eng kamida 10 daqiqa vaqt ajrating va 3 ta qoidani yodlating. Kod aytilmaydi, havolaga kirilmaydi. Shubha bo'lsa farzandga qo'ng'iroq qilinadi. 7-nozik jihat.
mening kartamda pul yo'q deb beparvo bo'lmang. Kartada hozir pul bo'lmasligi mumkin, lekin firibgar bank ilovasiga kirsa, kredit olishga, omonatni buzishga, boshqa hisoblarni ko'rishga, hatto telefon raqamini o'zgartirishga urinishlari mumkin. Bundan tashqari sizning nomingizdan boshqa odamlarga xabar yozishi, qarindoshlaringizni ham aldashi mumkin. Shuning uchun xavfsizlik faqat kartadagi pul miqdoriga bog'liq emas. 8-nozik jihat, rasmiy to'lov, jarima, soliq qarzi, subsidiyangiz tasdiqlandi kabi so'zlar ham tuzoq bo'lishi mumkin. Agar sizga bugun oxirgi kun, hozir to'lamasangiz jarima 2 barobar bo'ladi, havoladan to'lang deyishsa, darhol tekshiring. Rasmiy qarz yoki jarimani tekshirish uchun rasmiy ilovalar, davlat xizmatlari, bankning rasmiy to'lov bo'limlari bor. Notanish odam yuborgan havola orqali karta ma'lumotini kiritmang. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men buni juda aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, oilaviy xavfsizlik qoidasi tuzing. Ota-onangiz, bobo-buyingiz bilan o'tirib shunday kelishing. Agar bank, pensiya, soliq, militsiya, prokuratura, mahalla, davlat yordam nomidan qo'ng'iroq bo'lsa, ular hech qanday kod aytmaydi. Hech qanday pul yubormaydi, hech qanday havolaga kirmaydi. Avval farzandiga yoki ishonchli yaqiniga qo'ng'iroq qiladi. Bu qoida oddiy bo'lsin. Avval maslahat, keyin harakat. Ikkinchi qadam, telefon kontaktlariga eng muhim raqamlarni yozib qo'ying. Masalan, o'g'lim favqulodda, qizim maslahat, bank rasmiy raqami, mahalla raisi, uchastka noziri kabi. Katta yoshdagi inson vahimada kimga qo'ng'iroq qilishni o'ylab turmasin. Telefonida tayyor tursin. Iloji bo'lsa bu raqamlarni sevimli kontaktlarga qo'shib qo'ying. Uchinchi qadam, bank kartasi bo'yicha alohida qoida belgilang. PIN kod qog'ozga yozilib, karta bilan birga yurmasin. SMS kod hech kimga aytilmasin. Karta orqasidagi 3 xonali kod hech kimga yuborilmasin. Pasport rasmi, plastik karta rasmi, yuzni tasdiqlash videosi, bank ilovasi paroli Telegram orqali yuborilmasin. Agar kimdir rasmga olib yuboring desa, bu katta xavf belgisi. 4-qadam, bank ilovasida limitlarni tekshiring. Agar ota-onangiz faqat pensiya oladigan bo'lsa, kunlik pul o'tkazish limitini juda katta qilib qo'yish shart emas. Masalan, kartada 5 million so'm tursa, kunlik internet to'lov limitini 500 ming yoki 1 million so'm atrofida cheklash mumkin. Bu hamma bankda bir xil bo'lmasligi mumkin, lekin ko'p ilovalarda limitlar bo'ladi. Limit firibgarlikni butunlay to'xtatmaydi, lekin zararni kamaytiradi. 5-qadam, SMS xabarlarini o'qishni o'rgating. Katta yoshdagi inson SMS kelganda faqat kodni ko'rmasin, matnini ham o'qisin. Agar SMSda pul o'tkazishni tasdiqlash kodi, login qilish kodi, parolni tiklash kodi deb yozilgan bo'lsa, bu kodni aytish mutlaqo mumkin emas. Firibgar bu shunchaki tekshiruv kodi deydi, lekin SMS matnida nima uchun kelgani yoziladi. 6-qadam, shubhali havolalarni ochmaslikni odat qiling. Pul yutdingiz, subsidiyangiz chiqdi, pensiya qo'shimchasi, sovg'a, aksiya, kompensatsiya degan havolalar ko'p keladi. Rasmiy saytni bilmasangiz, havolaga kirmang. Brauzerda manzilni tekshirish katta yoshdagilar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng xavfsiz qoida. Notanish havola umuman ochilmaydi. 7-qadam, agar firibgar qo'ng'iroq qilsa, qanday javob berishni oldindan mashq qiling. Masalan, ota-onangizga shunday jumlani yodlating. Men telefon orqali hech qanday ma'lumot bermayman. Rasmiy idoraga o'zim boraman. Keyin telefonni o'chirsin. Firibgar bilan bahslashish shart emas. Uni ishontirish, savolga tutish, asabiylashish ham kerak emas. Eng xavfsiz harakat suhbatni tugatish. 8-qadam. Pul ketib qolsa, vaqt yo'qotmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Bankning rasmiy raqamiga murojaat qiling. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada qo'ng'iroq qilingan raqam, xabar kelgan vaqt, pul o'tgan summa, karta raqami, tranzaksiya vaqti, firibgar yuborgan havola yoki Telegram profili barcha skrinshotlar bo'lsin. Qanchalik tez murojaat qilsangiz, pul harakatini kuzatish va hisoblarni bloklash imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. 9-qadam, dalillarni o'chirmang. Ko'p odam uyalib xabarlarni o'chirib tashlaydi. Bu xato. Firibgarning raqami, yozishmalari, ovozli xabari, karta o'tkazmasi cheki, SMSlar hammasi dalil. Hatto pul qaytmasi ham bu dalillar boshqa odamlarni himoya qilishga yordam beradi va tergov uchun kerak bo'ladi. 10-qadam, uyalmang va yashirmang. Firibgarga aldangan odam aybdor emas. Aybdor firibgar. Katta yoshdagi inson farzandlarim urushadi, uyat bo'ladi deb yashirsa zarar kattalashadi. Men farzandlarga ham aytaman.
Agar ota-onangiz aldanib qolsa, avval ularni qo'ymang. Avval kartani bloklang, banka qo'ng'iroq qiling, ariza bering. Keyin xotirjam tushuntiring. Qo'rqitilgan odamga yana qo'rqitish bilan yordam berib bo'lmaydi. 11-qadam. Telefon sozlamalarini tartibga keltiring. Keraksiz ilovalarni o'chiring. Bank ilovasiga kuchli parol qo'ying. Telefon blokirovkasini yo'qing. Agar ota-onangiz parolni unutib qo'ysa, barmoq izi yoki yuz orqali kirishni sozlash mumkin. Lekin buni ishonchli tarzda qiling. Telefon yo'qolsa, bankka darhol xabar berish kerakligini ham tushuntiring. 12-qadam. Oilada tekshiruv savoli kiriting. Masalan, kimdir o'g'lingiz nomidan pul kerak desa, ota-onangiz o'sha odamdan faqat oila biladigan savolni so'rasin. Lekin eng yaxshisi bari bevosita o'g'il yoki qizning o'ziga qo'ng'iroq qilish. Chunki ovozni o'xshatish, profil rasmini qo'yish. Telegram akkauntni buzib kirish holatlari ham bor. 13-qadam. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha faqat rasmiy manbaga ishoning. Agar qo'shimcha pensiya chiqdi deyishsa mahalla. Pensiya bo'limi. Davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy ilova orqali tekshiring. Hech qachon notanish odamga pasport ma'lumotini, JSH raqamini, karta rasmini, SMS kodini yubormang. Hujjat topshirish kerak bo'lsa, manzilini tekshirib, rasmiy joyga boring. 14-qadam. Farzandlar haftada bir marta ota-onasining telefonini birga ko'rib chiqsin. Bu nazorat emas, bu himoya. Shubhali SMSlar, begona Telegram botlar, reklama kanallari, noma'lum havolalar. O'rnatilgan g'alati ilovalar bor yo'qligini tekshiring. 5 daqiqa vaqt ajratish ba'zan millionlab so'mni saqlab qoladi. Bugungi eng asosiy xulosa shuki, firibgarlar pulni kuch bilan emas, ishonch va vahima orqali oladi. Ular odamni shoshiltiradi, qo'rqitadi, yolg'iz qoldiradi va maxfiy kodni olishga harakat qiladi. Men sizdan so'rayman, bu videoni albatta ota-onangizga, bobo-buvingizga, qarindoshlaringizga yuboring. Ular bitta qoidani eslab qolsin, telefon orqali kod aytilmaydi. Havolaga karta ma'lumoti kiritilmaydi. Shubhali vaziyatda avval yaqiniga qo'ng'iroq qilinadi. Izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday qo'ng'iroqlarga duch kelganmisiz? Qanday gaplar bilan aldashga urinishgan? Tajribangiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va eng muhimi, bu ogohlantirishni bugunoq yaqinlaringizga yetkazing. Bir dona yuborilgan video kimningdir pensiyasini, omonatini va tinchligini saqlab qolishi mumkin.